Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Edmonton jurnali Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur Əpəndini ziyaret qılıb, 28 may günü ziyaret xatirəsi elan qılıb, Abdulahat Nur Əpəndinin həyat hekayəsini ortaqlaşdı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur ayni vaqtda Şimali Edmonton maktabining avtobus şoförü sərləvilik ziyaret xatirəsində mundaq deyiladi. Abdulahat Nur 20 yildan ko'proq vaqtdan buyon Edmontonda maktab avtobusi haydab kelmoqda. Navbatda u shaharning shimoli g'arbiga joylashgan Edmonton Islom akademiyasining o'quvchilarini to'shiydi. U bundan 25 yil ilgari Qirg'iziston orqali Xitoydan Kanadaga kelgan. Uning va ayolining 4 qizi bor. Bu odatdagi bir turmushdek ko'rinsimi, ammo Abdulahat Nurning dunyosi ko'ringandek oddiy emas. U faqat bir avtobus şoförü və dadılı emas, balki yana Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri. O, Xitay hakimiyyətini aşkara tənqid qılğıçlarının biri olub, dünyadakı rəhbərlərini Beyjingning Uyğur xalqiga tutqan muomalasını ayblashga chaqirdi. Uning sürgündə hökuməti texim ko'p davlatlarni hozirgi atalmış Şinjan Uyğur avtonom rayonida elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyaga o'xshash ayblashga chaqirdi. 2021 yılı Amerika Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin shu vaqtdagi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo ularning axloqqa zid holda umumyuzlik yo'lga qo'yayotgan siyosatlari, qilmishlari va ziyonkashliklari yerlik Uyg'urlarni alohida bir nupus va milliy guruh sifatida sistemli turda yaklash va nazorat qilish, sayohat qilish, ko'chish va maktabda o'qish erkinligini cheklash, shundoqla yig'ilish, so'zlash va ibodat qilishdek boshqa asosiy kishilik huquqlardan mahrum qoldirish uchun loyihalangan. Xitoy Xalq Cumhuriyeti doiralari Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etish va bola tushirishni yo'lga qo'ydi. Ularni Uyg'ur bo'lmaganlar bilan to'y qilishga majburladi hamda Uyg'ur bolalarini oilalaridan ayirib etdi degan edi. Xitoy mustaqil Sharq Turkistonni 1949 yili ishg'ol qilib olgan. Abdulahat Nur bir o'qituvchi. U o'zining tarix darslarining bir qismi sifatida o'quvchilarga bu rayonning tarixdan buyon izchil Xitoyning bir qismi bo'lib kelmaganligi haqida tarbiya berdi. U bu yerdagi xalqning o'zgacha tili va madaniyati haqida so'zlaydi. Lekin yiroq bir g'arbiy shimol o'lkasidagi sinfdan anglangan bu so'zlarni Xitoy hukumati anglab turdi. Abdulahat Nur o'zining qora tizimlikka kirgizilganligini va keyin bir necha qatim turmaga tashlanganligini aytdi. Turma aslimillari uning xotirasiga o'yilgan edi. Koni zindonga o'xshaydigan kichik bir kamerga 10 dan 15 gacha odam solinadi. Abdulahat Nur u kichik bir kamer edi. Ular bizga kuniga faqat 2 qatim suv bilan muomala beradi. Nafas olish intayin qiyin edi, chunki kamerning muhiti to'liq nachar edi. Buning sababi odam bak ko'p, qisqa-qisqachilik. Yuyunish o'rni yo'q edi. Qo'lingizni yuyolmaydingiz. Andan hamma odamning ko'z oldida kichik bir narsani hojatxona o'rnida ishlatdingiz dedi. U turma kameradagilarga doim Xitoy tashviqoti elib berilganligi va atalmish to'g'ri usulda o'ylanishga ilhomlantirilganligini aytdi. Abdulahat Nurning aytishiga qaraganda, ularga Xitoy Kompartiyasi sababidan yashayotganligi aytilib, ularning mengisi yuyulishga, e'tiqodidan, kimligidan, tilidan voz kechtirishga tirishchilik ko'rsatilgan. Kanada Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. 2020 yili Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy tunishdan bir necha oy ilgari parlamentning bir kichik komiteti kishini cho'chitadigan tekshirish natijalarini e'lon qilgan edi. Xitoy Uyg'urlarni va boshqa Turkiya musulmonlarni guvohchilar jazo lagerlari deb atagan o'rinlarda davomli tutib turmoqda. U yerlarda ayollar va qizlar doim bosqinchilikqa va boshqa shakldagi jinsiy zo'ravonliklarga uchrab turadi. Bolalarni oilalaridan ayirib etib, davlat maktablariga yoki doriltamlarga o'rinlashtirdi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti hukumatining nomrodlikni yo'lash planining bir qismi sifatida Uyg'urlarni atalmish Şinjan va Xitoyning boshqa rayonlaridagi har xil zavodlarda majburiy emgakka soladi.
Atalmış Şinjan va chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni bostirish uchun tajovuz qilish xarakteridagi vositalarni qo'llanadi. Shundaqla atalmış Şinjandagi Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini tuvaltish uchun vahshiy usullarni qo'llanadi. Bularning ichida bola yotqu ichiga majburiy tug'utdan saqlanish uskunasi qo'yish, shundaqla majburiy va tahdid orqali tug'mas qilish va bola tushirib qatorliqlar bor. Biroq mazkur kichik komitet Kanadaning Xitoyni o'zgartirishga majburlaydigan dunyoviy ta'sir kuchining yetarli emasligini o'tirg'a qo'ygan. 1997 yili Abdulahat Nur Xitoydan Qirg'izistonga qochib chiqqan, biroq u yanada Xitoy hukumatining tahdididan qutulolmagan. U chog'larda u o'zini bir siyosiy o'qituvchi yoki inqilobchi deb qaramaydi. U faqat o'z jonidan ansiraydigan bir kishi edi. Xitoy josuslik organlari meni iz qo'g'lab keldi va vatanimga qaytib ketishga tahdid soldi. Men rad qildim. Andan Xitoy hukumati ba'zi odamlarni avatdi. Bizni tutish uchun rasmlarimizni tomlarga chapladi. Shuning bilan men Qirg'izistondan ketishga majbur bo'ldim, dedi Abdulahat Nur. U 1999 yili Turkiyaga qochib kelgan. Uning aytishicha, Xitoy hukumati uningga javoban uning ayoli, ota-onasi, inisi, hatto bolalarini jazo lageri deb atagan o'ringa so'lab qo'ygan. Xitoy josuslik organi menga telefon qilib, jazman vatanimga qaytib berishim kerakligini aytdi. Men yo'q dedim. Shuning bilan ular agar qaytmasang oilang turmada mangu qoladi dedi Abdulahat Nur. Amalsiz qolgan Abdulahat Nur Turkiyaning poytaxti Anqaradagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishxonasi orqali yordam so'ragan. U rasmiy holda siyosiy musofir deb tanilg'achqa, oila a'zolari Xitoy chegarasi ichida Xitoy fuqarosi bo'lganlikdan oilasi uchun tuzuk ish qilg'ili bo'lmaydiganligini aytgan. Abdulahat Nur 2001 yili Kanadaga kelgan. Ayni vaqtda uning ayoli bilan 3 bolasi bor bo'lib, ayoli Beyjingdagi Kanada elchixonasida Kanada amaldorlari bilan ko'rishib, Edmontonda oilasi bilan jam bo'lish rasmiyatlarini bajarishga boshlagan. Afsus, u bolalarning hech qaysisi Kanadaga kelolmagan. Kanada elchixonasidagi ko'rishishdan keyin kutilgan aniq bir masala o'tirg'a chiqqan. Nurg'ulg'an Uyg'urlarga o'xshashlar Abdulahat Nurning oilasidagilar uchun Xitoy pasporti olish yo'li yo'q edi. 2005 yili uning ayoli Beyjingga borib, soxta kimlik ishlatish orqali oxiri chet elga chiqishga muvaffaq bo'ldi. U Kanadaga keldi, biroq ularning 3 bolasi Sharq Turkistonda ona taraf bobo momisining yanasida qoldi. Shundan keyin tahdidlar boshlandi. Xitoy josuslik organlarining xodimlari er-xotin ikkalarining bolalariga qaraydigan hech kim yo'qligini aytib, ularni vataniga qaytib kelishga buyurdi. Qaytmasa yoki ular bilan hamkorlashmasa, bolalarning xatar ichida qolganligini aytdi. Yo'q, dedik biz. Chunki biz Xitoy hukumati bolalarga ziyonkashlik qila olmaydi deb o'ylaydik, dedi Abdulahat Nur. Biroq 2006 yili uning 3 bolasi bobo momisining uyiga yaqin joydagi cho'nqur quduqdan suzib olindi. Abdulahat Nur oilasining 11 yoshli qizi hayot qoldi, lekin 10 yoshli qizi bilan 8 yoshli o'g'li hayotidan ayrildi. Er-xotin ikkalarining bilishicha, o'zini vaqtliq o'quvchi deb tunishtirgan bir ayol bolalarning bobo momisining uyiga kelib, o'zining Edmontonda universitetda o'qiydiganligini, shunga bolalarni Edmontonga elib boralaydiganligini aytgan. Abdulahat Nur bu ayolni bolalarni aldab o'limga boshlab borgan, planliq o'rinlashtirilgan bir josus yoki qotil deb qaraydi. Ularning tunji bolasining bo'lsa, Xitoydan chiqishiga hozirgacha qat'iy yo'l qo'yilmadi. Uning bolalarining o'lim sababi hech qachon to'liq oydinlashmadi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan bostirishlarga bo'lgan qarshida intayin aniq signal bermoqda. Xitoy katibashlari Uyg'urlarni jamiyatga tahdid bo'lgan cho'qim yo'qotishga tegishli xalq deb tasvirlamoqda. Kompartiya katibashlari xalqaro kuzatuvchilarning atalmish Şinjanga to'solg'usiz kirishini rad qiladi va naq maydondagi nacharlashayotgan vaziyatga oid ishonchlik dokladlarni qaralaydi. Buning o'rniga baxtlik Uyg'urlar haqida to'qilma hikoyalarni o'ydirib chiqardi. Shundan bilan bir vaqtda ular o'z xalqiga texmo qorong'u uchurlarni yetkazib, Uyg'urlarni vahimlik o'smiga, ularning e'tiqodini bo'lsa, yuqumliq vaboga o'xshatdi. Xitoyning bu territoriyani o'z territoriyasi sifatida saqlab qolishini orzu qilishidagi iqtisodiy sabablar intayin aniq. Sharq Turkiston dunyo alyumin ishlab chiqarishining taxminan 1/10 ta'minlaydi. Bu yer yana bir yasmichilik markazidir. Kanadada taxminan 3000 atrofida Uyg'ur yashaydi deb mo'ljallanmoqda.
Abdulahat Nur Edmontonga yerleşkəndən keyin xalqara səhnədə hərəkət qilishdən ilgari Alberta Uyg'ur madaniyat jamiyatining ijroiya mudiri bo'ldi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bir necha yilda bir dunyoning har qaysi joylarida yig'inlarni chaqirdi. Abdulahat Nur bu qurilmada tezla yuqori darajalik rahbarlik qatlamiga ko'tarildi. 2020 yili noyabrda Uyg'ur muhojirati Washingtonga jam bo'lib o'tkazilgan qurultayda u bosh ministerlikka saylandi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bargancha aktiv faoliyat olib bormoqda. Ular Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoy rejimiga qaratgan tanqidlardan foydalanish bilan bir vaqtda o'zlarining zaminining faqat muhim mineral moddalar qazib chiqarilgan va Xitoyning yangi sonliq ma'lumot markazilar emas, balki Xitoyning yadro qurol ombirining ko'p qismiga sahibxonlik qilayotganligini ogohlantirmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor asliga keltirilgan erkin va mustaqil Sharq Turkiston Amerikani mazkur qazilma boyliqlar bilan raqobat kuchiga ega bahoda ta'minlab, Amerika sanoatini kuchlantirdi va Beyjingning bo'g'ib qo'yish taktikasini tarmar qiladi dedi. Buningdagi tunji qadam Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistonni o'zini o'zi boshqarishi qo'lidan tortib olingan territoriya deb tunishini qo'lga keltirishdir. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan G'arbiy Sahara va Falkland taqim orollarini o'z ichiga olgan 17 territoriya mush usul orqali mustaqillikni qo'lga keltirgan. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Sharq Turkistonga bu salohiyatni bersa, bu zaminning ray bo'yicha egallab olingan zamin emas, balki besib olingan bir territoriya ekanligini e'tirof qilgan bo'ladi. Abdulahat Nur bizning tut nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligidir. Chunki mustaqillik bo'lmasa biz mavjud bo'lib tura olmaymiz. Asosiy kishilik huquqlarimizni qo'g'day olmaymiz dedi. Edmontonda yashaydigan hamda dunyoning har qaysi joylariga berib boshqa Uyg'ur musofirlar bilan ko'rishadigan aktiv bir o'qituvchi bo'lish sifati bilan Abdulahat Nur o'zini bexatar his qilamdi. Men doim xatar his qilaman. Menimcha Xitoy josuslari hamma yerda bor. Xitoy istixborot organlari Uyg'ur muhojiratini, Sharq Turkiston muhojiratini vayron qilish uchun hamma odamga besim ishlatadi. Men Xitoyning shu xalqaro besimini his qilib turman. Biroq menimcha Kanadaning istixborot organi Kanada zaminida Xitoy istixborot organidan kuchli. Shunga agar Xitoy menga bir ish qilib qo'ysa, Xitoyning o'zi uchun cho'ng masala bo'lib qoladi dedi. Mazkur ziyorat xotirasi Alberta kulturi to'rida 29 may kuni tafsiliy xabar qilindi. Hürlikə erishish va qulluqdan ozod bo'lishdan iborat bu ikki hukm garchi mazmun jihatdan o'xshash bo'lsa-mu, mafhum jihatdan har ikki hukm o'rtasida ba'zi nozik farqlar bor. Qulluqdan ozod bo'lish mahkumlikdan qutulish ma'nosi bilan kishini hurlik kategoriyasiga tava qilishi mumkin. Lekin bundaq qutulishni hurlikka erishishning dal o'zi deyishga baldur. Chunki qulluqdan qutulish mafhum jihatdan elib aytganda bog'liqdan bo'shaganligini ko'rsatadi. Hurlikka erishish bo'lsa undaq emas. Hurlikka erishish ashu bog'liqdan ajragandan keyingi hayot musofasida insoniy tarzda yashash haqqini qo'lga keltirishni va buning daxli tartibsizligini qo'lga keltirishni o'z ichiga oladi. Musulmonning hurligi mana bu insoniy haq soyasida har bir hur inson kabi o'z haqqi va huquqiga molik bo'lib yashash. Yashagandimi Tangrining yer yuzidagi nizomiga uyg'un keladigan yashash imkoniyatini yaratish. Uning adolatini yer yuziga joriy qildirish va undan bahramon bo'lishni kafolatga ega qilishdir. Bu ma'nodan musulmon kishi inson bo'lish sifatida hurlikdan bahramon bo'lg'uchi shaxs hisoblansa, musulmon bo'lish sifatida ushbu hurlikni muhofazat qilishga va uni kafolatlantirishga mas'ul bo'lg'uchi mukallaf inson hisoblanadi. Qur'ondagi yer zamin va tog'larga sunilganda rad qilishga duch kelgan omonatni qabul qilgan mas'uliyatli inson mana bu ma'nodagi mukallaf insonni, ya'ni musulmon insonni ko'rsatadi. Insonlik tabiiy fitratga uyg'un yashashni shart qilsa, musulmonlik ashu fitratning haqqini yaratquchiga ado qilishni va uni himoya qilishni mas'uliyatga aylantirishni majburiyat qiladi. Bu ma'nodan musulmon deganlik mas'uliyatning va javobgarlikning egasi deganlikdir. Musulmon inson deganlik bo'lsa, mas'uliyatdor inson, samoviy vazifa yuklangan va buni o'z ustiga olgan inson deganlikdir. Mana bu asosda shundoq kesib aytishga bo'ladiki, musulmon inson vatani oldidami mas'uliyati va majburiyati bor bo'lgan, vatani borasida javobgarlikka surishti qilinadigan insondir. Ona vatanini ozod qilish
Uni hurvatan qilib qurib chiqish mana shu mas'uliyat va majburiyatlarning eng beshida keladigan Tangri oldidagi javobgarligi va surishtisimi eng ig'ir bo'ladigan buyuk ishlardandir. Borxon Muhammadning yozmasidan olindi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.